onalar farzandini soskasi yerga tushib ketsa, shunda suvga tiqadi-da, yana bolasiga og'ziga tiqib qo'yadi. Bu to'g'rimi? Yo'q, bu to'g'ri emas. Demak, so'ska yerga tushib ketganda oddiy suvga chayqab turib, yana bolani og'ziga solish noto'g'ri. Chunki oddiy suvda hamma infeksiya ham yuvilib ketmaydi yoki zararsizlantirilmaydi. Demak, bunda so'skani iloji boricha suvda yaxshilab qaynatib, qaynagan suvga solib, ozgina muddat turishi kerak u va undan keyin bu so'skani olib quritib, har xil antiseptikli vositalar yordamida demak, so'ska yuvilishi kerak, ya'ni zararsizlantirilishi kerak. Agar so'skani ahvoli yomon bo'ladigan bo'lsa, yaxshi varianti yangi so'ska olib berish kerak. Soskani qanchada yengilab turish kerak deb o'ylaysiz? Agar bunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, so'ska ko'p yerga tushib ketish yoki masalan og'izdan olingan holatda stollarning ustiga qo'yib qo'yishlar bu to'g'ri emas. So'skani iloji boricha har haftada agar bunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, iloji boricha yerga tushib ketgandan keyin ishlatmasdan yangi so'ska olgan ma'qul. Yo siz yangi so'ska olishga pul sarflaysiz yoki keyinchalik og'izga infeksiya tushishi natijasida dori-darmonga pul sarflaysiz. Qaysi birini ma'qul ko'rasiz?